Siz hech qachon yoningizda uxlab yotgan insonning nafasdan muzlab qolganmisiz? Uning tanasi issiq, lekin ruhi sizdan minglab chaqirim uzoqda ekanini his qilish. Bu o'limdan ham og'irroq ekan. Men Zebo. 30 yoshdaman. Va men deyarli xiyonat qilayozdim. Ha, to'g'ri eshitdingiz. O'zim eng ko'p nafratlangan ishni qilishimga bir qadam qolgandi. Chunki ayol kishi xiyonatni rejalashtirmaydi. U shunchaki muzlaydi. Va kimdir unga bir chimdim iliqlik berganda, o'sha olovda kuyib ketishga ham rozi bo'ladi. Bugun men sizga qanday qilib ideal xotindan, alamzada ayolga aylanganimni va jar yoqasidan qanday qaytganimni aytib beraman. Bu mening tavbam. Bu mening haqiqatim. Hammasi ertakdagidek boshlangan edi. Hozir eslasam, xuddi boshqa bir hayotda yashagandekman. Erim, Anvar aka. U meni shunday sevardiki, men o'zimni dunyodagi eng noyob gavhar deb hisoblardim. To'yimizning ilk yillari. Yomg'irli kunlarda ishdan qaytishini deraza oldida kutardim. U kirib kelishi bilan uyimizga quyosh kirgandek bo'lardi. Zeboshim, malikam deb belimdan quchardi. Uning qo'llari o'sha paytda dunyodagi eng mustahkam qo'rg'on edi men uchun. Uning ko'zlarida men faqat o'zimni ko'rardim. Boshqa hech kimni. Biz soatlab gaplashardik. Kelajak haqida, bolalarimiz haqida. U mening charchagan oyoqlarimni uqalab qo'yardi. Sen men uchun Allohning ne'matisan, derdi. Bu so'zlar mening qonimga singib ketgandi. Men baxtdan mast edim. Birinchi farzandimiz tug'ilganda uning ko'zidagi yoshni ko'rganman. U meni peshonamdan o'pib, "Rahmat, jonim" degandi. O'shanda o'ylardim, bo'ldi, bu baxt abadiy. Bizni hech narsa ajrata olmaydi. Qanchalar sodda bo'lgan ekanman. Baxt bu shisha ekan. Uni asrash qanchalik qiyin bo'lsa, sindirish shunchalik oson ekan. Ikkinchi farzandimiz dunyoga keldi. Uyimiz bolalar kulgusiga, yig'isiga to'ldi. Men ona edim. Tunu kun tinim bilmasdim. Kir yuvish, ovqat qilish, bolalarni ovutish. Sochlarimni tarashga ham vaqt topolmasdim ba'zan. Lekin men buni baxt deb bilardim. Ammo Anvar u o'zgara boshladi. Bu birdaniga sodir bo'lmadi. Bu sekinasta tomchi-tomchi zahar kabi hayotimizga kirdi. Avvaliga u kech keladigan bo'ldi. Ish ko'p, charchadim, derdi. Keyin erkalashlar yo'qoldi. Oldinlari meni ko'rsa quchoqlab oladigan odam, endi yonimdan jimgina o'tib ketadigan bo'ldi. Kechasi yotoqda men unga talpinardim. Uning issiq taftini sog'inardim. Anvar aka, deb elkasiga boshimni qo'ysam, u sekin o'zini tortardi. Zebo, uxlaylik, erta turishim kerak. Bu so'zlar yuzimga tushgan tarsakdan og'irroq edi. Men o'zimni ayblardim. Semirib ketdimmi? O'zimga qaramay qo'ydimmi? Nega u mendan jirkanayapti deb ko'zguga qarab yig'lardim. U telefonini yashiradigan bo'ldi. Hammomga ham telefoni bilan kiradigan odat chiqardi. So'rasam, ko'zlari chaqchayib ketardi. Meni tergov qilma. Ro'zg'or deb yuribman-ku. Men jim bo'lardim. Ayol kishining eng katta dushmani uning sabri ekan. Men sabr qildim. Yaxshi bo'lib ketar, bu o'tkinchi davr deb o'zimni aldadim. Lekin yurak aldovni kechirmas ekan. Ikkinchi farzandimiz dunyoga keldi. Uyimiz bolalar kulgusiga, yig'isiga to'ldi. Men ona edim. Tunu kun tinim bilmasdim. Kir yuvish, ovqat qilish, bolalarni ovutish. Sochlarimni tarashga ham vaqt topolmasdim ba'zan. Lekin men buni baxt deb bilardim. Ammo Anvar u o'zgara boshladi. Bu birdaniga sodir bo'lmadi. Bu sekinasta tomchi-tomchi zahar kabi hayotimizga kirdi. Avvaliga u kech keladigan bo'ldi. Ish ko'p, charchadim, derdi. Keyin erkalashlar yo'qoldi.
Oldinlari meni ko'rsa quchoqlab oladigan odam endi yonimdan jimgina o'tib ketadigan bo'ldi. Kechasi yotoqda men unga talpinardim. Uning issiq taftini sog'inardim. Anvar aka, deb elkasiga boshimni qo'ysam, u sekin o'zini tortardi. Zebo, uxlaylik, erta turishim kerak. Bu so'zlar yuzimga tushgan tarsakdan og'irroq edi. Men o'zimni ayblardim. Semirib ketdimmi? O'zimga qaramay qo'ydimmi? Nega u mendan jirkanayapti deb ko'zguga qarab yig'lardim. U telefonini yashiradigan bo'ldi. Hammomga ham telefoni bilan kiradigan odat chiqardi. So'rasam, ko'zlari chaqchayib ketardi. Meni tergov qilma. Ro'zg'or deb yuribman-ku. Men jim bo'lardim. Ayol kishining eng katta dushmani uning sabri ekan. Men sabr qildim. Yaxshi bo'lib ketar, bu o'tkinchi davr deb o'zimni aldadim. Lekin yurak aldovni kechirmas ekan. Shu voqeadan keyin men o'likka aylandim. Uyda yurgan soya edim. Anvar kechirim so'radi, lekin ko'zlarida samimiyat yo'q edi. Men esa qasos olishni istardim. Yoki shunchaki men ham kimgadir kerak ekanimni his qilishni istardim. Qo'shnimiz bor edi. Jasur aka. Xotini bilan ajrashgan, yolg'iz yashardi. Oldinlari shunchaki salomalik qilardik. Lekin mening ko'zlarimdagi dardni birinchi bo'lib u payqadi. Bir kuni do'kondan qaytayotgandim. Og'ir sumkalar. Zebo, sizga yordam beray, dedi u sumkalarni oldi. Uyimizgacha kuzatdi. Rangingiz oqarib ketibdi. Sizni xafa qilishyaptimi? So'radi u sekin, ko'zlarimga tikilib. Bu oddiy savol edi. Lekin erimdan oylab eshitmagan e'tiborni begona erkakdan eshitish meni larzaga soldi. Men yig'lab yubordim. Ko'chada, darvoza oldida. U meni yupatdi. Sizdek ayolni yig'latgan odam ko'r bo'lish kerak, dedi. Uning ovozida erkaklik sehri bor edi. Uning nigohida men Anvarning ko'zlarida yo'qolgan o'sha uchqunni ko'rdim, ehtirosni. Biz gaplasha boshladik. Devor ortidan, ba'zan darvoza oldida. U menga shirin gaplar gapirardi. Siz go'zalsiz, siz baxtga loyiqsiz. Mening yaralangan qalbimga bu so'zlar malhamdek yoqardi. Men unga bog'lanib qoldim. Anvarni jazolash uchun, o'zimni ayoldek his qilish uchun men Jasurga yaqinlasha boshladim. Bir kuni u meni choyga taklif qildi. Dardlashamiz, dedi. Men bordim. Anvar ishda edi. Bolalar bog'chada. Uning uyi jimjit edi. U menga qahva damladi. Biz o'tirdik. Oramizda bir qadam masofa. U qo'limdan tutdi. Kaftlari issiq edi. Zebo, men sizni tushunaman, dedi u pichirlab. U menga yaqinlashdi. Uning nafasi yuzimga urildi. Men qarshilik qilmadim. Men erimning xiyonati alamini shu begona quchoqda unutmoqchi edim. Tanam ehtirosni, o'pichni, qadrlanishni istardi. Lekin u menga engashganda ko'z oldimga bolalarim keldi. Qizimning kulgusi, o'g'limning ona degan ovozi. Men nima qilyapman? Men Anvardan nafratlanib uning darajasiga tushmoqchimanmi? Men bolalarimga qanday qarayman? Otang xiyonatkor edi, men esa undan battar bo'ldim, deymanmi? Men o'rnimdan sakrab turdim. Yo'q. Yo'q, Jasur aka. Bu noto'g'ri, dedim. U hayron qoldi. Zebo, axir u sizni qadrlamaydi-ku. U qadrlamasligi mumkin. Lekin men o'zimni qadrlayman, dedim men. Va o'sha uydan yugurib chiqib ketdim. Uyga keldim. Muzdek suvda yuzimni yuvdim. Ko'zguga qaradim. U yerda endi yig'loqi, alamzada Zebo emas, kuchli ayol turardi. Men xiyonat qilmadim. Men o'zimni saqlab qoldim. Erim uchun emas, o'zim uchun. Bolalarim uchun.
Hozir men Anvar bilan yashayapman. Lekin avvalgidek emas. Men unga hamma gapni aytdim. Uning xiyonatini bilishimni, o'zim ham jar yoqasiga borganimni aytdim. U qo'rqdi. Meni yo'qotishdan qo'rqdi. Men uni kechirdimmi? Yo'q. Ishonch bu qog'oz g'ijimlangandan keyin tekislanmaydi. Lekin men o'zimni tikladim. Men endi uning soyasi emasman. Men zeboman. Men o'zimni sevishni o'rgandim. Aziz ayollar, sizga aytar so'zim shu: erkakning xiyonati bu uning pastligi. Lekin unga javoban xiyonat qilish bu o'zingizni yo'qotishingizdir. Dard qanchalik og'ir bo'lmasin, taskinni begona quchoqdan izlamang. Chunki eng katta kuch bu singan joyingizdan qayta tiklana olishingizdir. Siz yolg'iz emassiz. Siz kuchlisiz.